Videoda oxirigacha ko'ring. 2025-yil iyun oyi oxiridagi igrovoy kompyuter narxlarini bilib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Meni ismim Ismoiljon, Hilol Tech brendi asoschisiman. Bu YouTube ga joylashtirayotgan birinchi obzor videoyam. Do'konimizni bir qator ko'rsatib, bugungi yig'adigan ziborkamizni narxlari bilan joylab boramiz. Videoda oxirigacha ko'ring. 2025-yil iyun oyi oxiridagi igrovoy kompyuter narxlarini bilib olishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting, like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Qani unda boshladik. Unday bo'lsa, birinchi Zifler brendidan monitorimiz 24 dyuymli 100 Hzli kurvet monitor hisoblanadi. Ekranlari va panel bilan jihozlangan Full HD razresheniyada ishlaydi. Ikkinchi keysimiz ko'rishingiz mumkin. Yog'och teksturali RGB, oldida 3 ta chirog'i bor hamda orqada bitta, jami 4 ta RGB chirog'i bor. Keysimiz igrovoy. Platamiz Axley brendidan H610 plata 12, 13, 14 avlodlarda poddashka qiladi. Biz bunga hozircha Intel Core i3 12 avlod 12100F prosessorini joylashtiramiz. Bu ziborkamiz byudjetli kompyuter hisoblanib, bemalol o'sha o'yinlarni o'ynab beradi. Boshlang'ich grafika sohasidan foydalansa bo'ladi. Hop, blok pitaniyamiz Aigo brendidan 550 vatli. Kullerimiz A200 RGB hisoblanadi bu ham. Operativkamiz DDR4 8 GB dan 16 GB va video kartamiz Architect brendidan RX 550 4 GB video karta hisoblanadi. Ziborka qilib Windows holatlarini o'rnatib, ularni ham ko'rsatamiz. Hop, naushnikimizga o'sha mashhur Moradi naushnigimiz va kovrigimiz qalingina 4 mm Rockstrix teksturali, rasmli 90 ga 40. Klaviatura mishkamiz RGB, klaviatura mishka komplekt bo'ladi. Bularni ham narxini oxirida tayyor bo'lganda yana bir qator ko'rsatib, obzor qilib o'tamiz. Hozircha bizni kuzatishda davom eting. Like bosib, yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Tayyor bo'lgan videosini ham qo'yamiz video davomida. Do'konimiz Oltiariq tuman markazida, 2-maktab yonida joylashgan. Bizda shunaqangi noodatiy ryukzaklar bor. Keyslarimiz, monitorlarimiz 24 dyuymdan 32 dyuymgacha mavjud. Mana bloklarimiz ham bor. Bizda yana shunaqangi kronshtaynlarni ham topsangiz bo'ladi. Monitor uchun bittali, ikkitali bemalol mana bloklar yig'ib qo'yganmiz. Lampalarimiz ham mavjud. Bu tomonda kreslolarimiz ham bor. Printerlarimiz, kompyuterga oid barcha jihozlarimiz xudo xolasa mavjud. Bu tomonda ustaxonamiz, o'zimizning servis joyimiz, programma, yengil ishlarni ham bemalol o'zimiz qilib beramiz. Ko'rishingiz mumkin, klaviatura, sichqoncha hammasidan bor. Bu tomonda printerlarimiz, chek printerlari, post printerlar, hattoki skanerlargacha mavjud. Aptekalar uchun ishtirok kod o'qigani notebooklarimiz ham bor. Bemalol bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Hop, kompyuterimiz parametrlarini ko'rsatib o'taman. Intel Core i3 12 avlod 8 GB dan 2 ta 16 GB operativkamiz 3002 shinali. Ko'rishingiz mumkin. Endi bu kompyuterni birgalikda programma qilamiz. Qo'yib boramiz. Klaviaturalarimiz RGB komplekt mishkalari bilan qo'shimcha yonlarida bunaqangi bosadigan funksiyalari ham mavjud. Ishlashlari o'ta, ovozlari ham membranali, shovqin solmaydi, o'ta yumshoq. Va nihoyat kompyuterimiz tayyor bo'ldi. Hozir sizlarga yoqib bir yo'li ko'rsatib beramiz. Parametrlari bilan narxini ham bir yo'li yozib o'tamiz. Xo'p, bismillah. Kullerlari RGB shu shaklda bo'ladi.
monitorlari Zifler brendidan 100 Hz'li kurvet monitor 24 dyuymli. Kabellariga e'tibor bermaysizlar, shu shaklda turibdi endi. O'zimiz brendlarimiz Hilal Tech brendi bilan kompyuter ishlashlari o'ta tez. Core i3 12-avlod 16 GB operativga 128 GB SSD bilan jihozlangan. Qo'shimcha yana 500 GB yoki 1 TB xotira qo'shsa bo'ladi. Bemalol. Video kartamizga keladigan bo'lsak, RX 550 4 GB video kartamiz, o'yinlarni ham bemalol o'ynaydi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin 4 GB video kartamiz. Xo'p, komplektida klaviatura hamda mishka kovriklari bilan keysimiz tayyor holatda topshiramiz. Narxini ko'rishingiz mumkin. Kimga shunaqangi hamyonbop narxda sifatli, kafolatli zborkalar kerak bo'lsa, Hilal Techga murojaat qilaverasizlar. Dastavkalarimiz ham bor. Borib iloji boricha o'rnatib, ishlatib tekshirib beramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Kompyuter olmoqchi bo'lgan yaqiningizga ushbu videoni yuborib qo'ying. Like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Hammaga kattakon rahmat.